Excel'da katakdagi ma'lumotlarni nusxalash uchun qaysi tugmalar ishlatiladi? Excel'da katakdagi ma'lumotlarni nusxalash uchun quyidagi tugmalar ishlatiladi. Windows kompyuterlari uchun Ctrl+C, macOS sistemalari uchun Command+C. Bu tugmalar katakdagi yoki uni tanlangan hududdagi ma'lumotlarni nusxalash, ya'ni ingliz tilidagi copy so'zi bilan ishlatiladi. Shuning uchun ishlatiladi Ctrl+C bilan Command+C. Nusxalangan ma'lumotlarni joylashish uchun Command+V Windowsda, Command+V bo'lsa macOS sistemasida ishlaydi. Bu tugmalar nusxalangan ma'lumotlarni boshqa katakka yoki hududga joylashtirish uchun Paste, ya'ni joylash uchun ishlatiladi. Qo'shimcha usul: katak ustiga sichqonchaning o'ng tugmasini bosib, ochilgan menyudan Copy nusxalash, bu yana saqlab olish uchun, Paste joylashtirish, ya'ni o'sha ma'lumotni boshqa bir hududga joylashish uchun tanlashingiz mumkin. Xulosa, Excel katakdagi ma'lumotni nusxalash uchun eng tezkor yo'li bu Ctrl+C, macOS sistemasida Command+C tugmalari ishlatiladi.